Buxoroda eng boy odamlardan biri va yirik biznes imperiyasini qurgan millioner Farhod Qosimov ilk bor eksklyuziv intervyu berdilar. Shuning uchun Buxoroda ko'pchilik ommaga chiqmaydi. Eksklyuziv intervyu millioner klubiga berasizmi aka? Beramiz. Ko'ndirsizlar endi, beramiz. U 100 million dollardan oshgan qurilish loyihalari, 3 ta yirik beton zavodi va boshqa bizneslarni ochiq ko'rsatdilar. Buxoroda 3 million dollarlik mehmonxona qanday ko'rinadi va O'zbekistondagi Giotto va CTR Chicken'ning eng yirik filialini ochish qanchaga tushgan? Yaxshilab joylashing. Sizda ham shunaqalar bo'lganmi xiyonat? Eng katta xiyonat nechi pul edi? Hammaga assalomu alaykum. Millioner klubiga xush kelibsizlar. Bugun biz O'zbekistonning eng tarixiy joylaridan biri Buxoroga keldik. Buxoroda hali hech qaysi millioner intervyu bermagan. Bu intervyumiz eksklyuziv bo'ladi. Bugungi qahramonimiz Farhod Qosimov. Ularga chiqqanimizda ular birinchi yo'q deganlar, lekin bir yaxshi akalarimiz bor. Ular orqali chiqdik, yo'q demadilar va bugun bilib olasizlar qanday qilib Buxoroda biznes imperiyasini qurish mumkin va albatta bu video sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Xudo xohlasa Buxoro, assalomu alaykum. Buxoro! Assalomu alaykum. Chaqir katta go'zal, shivir so'z asal, qara buncha go'zal, bir nima bo'libdi dilorim. Chaqir katta go'zal, shivir so'z asal, qara buncha go'zal, bir nima bo'libdi. Mana hozir biz Farhod akaning uylariga yetib keldik. Xudo xohlasa taqalatamiz va intervyuni boshlaymiz. Mana bu yerda mashina terib qo'yibdilar. Zo'r mashinasi bor ekan, so'raymiz ulardan. Kutmoqmiz. A few moments later. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldinglarmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, qilsam bo'ladimi? Charchamayapsizlarmi? Taqaladik. Hech qo'ymasgansizlarda bor-ku. Buxorogacha yetib keldi aka. Xush kelibsizlar. Aka, mana bizda millioner klubida shunaqa rubrikamiz bor boshidan. Mana endi Buxoroda siz taniqli insonsiz, uni bilamiz, lekin O'zbekiston miqyosida endi chiqdingiz ommaga. Bizning rubrikamiz borki, Farhod Qosimov haqida 3 ta fakt. Endi sizdan eshitsak, bilaman ko'pchilik uyaladi, yo bu maqtanishga kiradi deydi, manmaniga kiradi, yo'q. Odamlar bilsin o'zi, men savollar beraman, javob berib ketsangiz. Xo'p, kelishdik. Xo'p. Farhod aka qachon va qayerda tug'ilganlar? Men 1985-yil Buxoro viloyatida, Buxoro tumanida tug'ilganman. Aha. Qayerda o'qigansiz? O'qishim maktab, o'sha Buxoro tumanidagi, o'sha mahallamizdagi 20-o'rta ta'lim maktabida o'qiganman. Keyin maktabni tugatib 7-sinfgacha maktabga o'qib, keyin litseyga o'qishga kirganmiz. Litseydan keyin Toshkent moliya institutiga o'qishga kirganmiz. Toshkentga ketgansiz. Shunaqa Toshkentga ketganmiz. Birinchi biznes Toshkentda boshlaganmisiz? Birinchi biznesimiz haqiqatan ham studentlik payti, 18 yosh edik o'sha payt. Telefon olib sotish, VIP ishlatish degan narsalar bo'lardi. Telefon ishlatish bilan boshlangan birinchi biznesimiz. Mustaqil biznesimiz. Keyin shunaqa o'qishni tugatgandan keyin ishlab chiqarish sohasini boshlaganmiz. Birdaniga katta biznesga qo'l urgansiz. Ja, unaqa katta emas, kichkina o'zim tug'ilib o'sgan uyda bitta uyni pollarini buzib, kichkina ishlab chiqarish sex qo'yganmiz. Bruschatka ishlab chiqarish. O'sha vaqt bruschatka ishlab chiqarish trendi bo'lardi. Kichkina sexdan biznesni boshlaganmiz. Shu bilan siz yirik biznes imperiyasiga aylangansiz. Ja, unaqa biznes imperiya emas. Ishlab chiqarishni boshlab, sekin parallelni o'sha vaqt kottejlar qurib, uchastkalar qurib sotardik. Qurilishga ham bahonada kirib ketganmiz. Hozir nimalaringiz bor? Eshitganmanki, ko'p tarmoqli bizneslaringiz bor. Qurilishlarimiz bor. Nechta uy qurasiz? Ishlab chiqarishimiz bor. Nechta uylar quryapsiz? Hozir O'zbegim loyihamizda 1100 ta xonadonimiz bor. Guliston loyihamiz bor. U yoqda ham 300 taga yaqin turar joy majmuamizda uylarimiz bor. Qurilish, montaj ishlari ketyapti hozirgi kunda.
Toshkentda qurilishlarimiz bor. Shaharda. Qurilish, hop, yana qaysi ishlab chiqarish? Qurilishimiz bor, ishlab chiqarishimiz bor. Mana qurilishda ketadigan beton mahsulotlari 100% o'zimizni zavoddan keladi. Ha, bu ham отдельный biznes qilganmiz. Alohida biznes qilganmiz. U beton ishlab chiqarishdan tashqari beton mahsulotlari ham ishlab chiqaramiz. Plitalar, bordurlar, FC bloklar. Qurilishda nima kerak? Hammasi o'zimizdan chiqadi. Hop, yana nimalar bor? Xizmat ko'rsatish sohasida bizneslarimiz bor. Umumiy ovqatlanish bizneslarimiz bor. Ovqatlanishda nima bor? Umumiy ovqatlanishda Giotto franshizasini olganmiz. Giotto restoranimiz bor. Buxorodami? Buxoroda. Boramizmi o'tga? Xudo xolasa boramiz, mehmon qilamiz sizlarni. Giotto yana nima bor? Sitar Chicken degan Miravoy brend. Miravoy brenddan olib ko'rganmiz. Ha, xuddi shunaqa. Sitar Chicken degan franshizamiz bor. U ham umumiy ovqatlanish. Yana nima bor? 40 ga yaqin texnikalarimiz bor. U har xil turdagi spes texnikalar. ha, yana nima bor? Asosiysi qurilish sohasida ketadigan, ishlatadigan spes texnikalarimiz. Yana nima bor aka? Xizmat ko'rsatishda nima bor bizda? Xizmat ko'rsatishda gostinitsa sohamiz. Bilasizlar, Buxoro turistik shahar. Buxoroda nima ko'p? Mehmonxona ko'p. Mehmonxona ko'p, turist ko'p, mehmonlar ko'p. Endi mana qarang. Bo'ldi, hozir hisoblasak, bir kun ketadi hisoblasak, ko'p deb o'ylayman yana. Har bittasiga boramiz ham bugun. Harakat qilamiz. Ko'rsatasizmi? Ochiq oydin eksklyuziv intervyu Millioner klubiga berasizmi aka? Beramiz. Ko'ndiringizlar endi, beramiz. Tushunishlar uchun Buxoroda ko'pchilik ommaga chiqmaydi. Mana Farhod akaga iltimos qilib akalardan chiqdilar. Xudo xohlasa, mana boshlaymiz. Endi bizada Millioner klubida shunaqaki, kimdir uyiga mehmon borsa, ular mehmon qilishadi uyda. Siz ham bugun mehmon qilib, uyni ko'rsatasizmi, obzor qilamizmi? Albatta mehmon qilamiz, lekin bitta sharti kamerasiz. Obzor qilish yo'q. Nimaga aka? Dadam ruxsat bermaylar. Mayli. Buni o'rniga nima ko'rsatasiz aka? Nimadir ko'rsating. Xohlasangizlar, o'zim tug'ilib o'sgan hovlimni ko'rsatishim mumkin. O'tga boramiz. Va xohlasangizlar, o'sha yerga borib obzor qilsangizlar mayli uni. Hech qaysi biznesmenni eski uyini ko'rsatmadik, lekin mana zo'r ideya berdilar. Xudo xohlasa keyingilarda ham biz eski uylarni ko'rsatamiz. O'tga boramiz ham ota hovliga. Boramiz, xudo xohlasa. Ketdi aka unda. Keyin ko'rib qoldim. Ahamiyat bergan narsam shu turnik siznikimi? Ha, meniki. Turnik ertalab ishga ketayotgan payti bir marta tortilamiz, ishdan qaytgan payti bir turnik tortilib, keyin uyga chiqib ketamiz. Bundan tashqari, mana uyimizni mayli obzor qilmadik, aytib o'taman. 3-etaji polni sport zal. O'zingiz отдельно o'zingizga alohida o'zim uchun qilib olganman, shug'ullanamiz. Sportga juda qattiq qaraysiz. Juda ham qiziqisham juda katta sportga, har kun shug'ullanamiz ham sport bilan. Xo'p, ko'ryapman, mashina terilgan Maybach 223 mi bu aka? 214. 210. E-klass bu. E-klass. E-klass, Sorento, ikkita Spark. Yana mashinalar bormi? Mashinalar bor, ishgada endi, emas ishga. Endi savol. Bilaman o'zim Maybach bir 350 ming atrofida turadi. Men bu E-klass adashmasam 120 ming atrofida turadi. Shunaqa bo'lsa kerak. Qaysini ko'p yurasiz? Nimaga o'zi mayli. Qaysini ko'p yurasiz qiziqmas odamlarga. Nimaga BMW emas? Nimaga Mercedes? Mers baribir Mers. BMW sal sportivniroq. Mersga qiziqamiz, Mers yaxshiroq deb o'ylayman. Demak, BMW yoshlarga, Mers o'sha yosh katta biznesmen. Xudo shunaqa. Unda xudo xohlasa ketdimi aka? Ketdi. Now, cause I showed you the light that your girl won't hold you. I told you I need you like now. I need you to pull up, give me face right now. I'm out in the city, show face, so wait. I pop out in the city, so good, baby. Farhodaga hozir bizni qatga keldi aka. Biz hozir Buxoro viloyat, Buxoro tumaniga keldik, madaniyatga keldik. Mana shu hovli, men tug'ilib o'sgan, yoshligim o'tgan ota hovli mana shu yer. Mana shu yerda tug'ilganman. Bundan yaqindan ko'chdinglarmi? Yo'q, ko'chganimizga ancha bo'ldi. Hozir hech kim turmayapti bu yerda. Ancha bo'ldi ko'chganimizga. Remont o'zgarmagan. Shu holatda yashagansizlar. Ha, xuddi shunaqa holatda yashaganmiz. Lekin uni boy oiladan ekansizda, chunki shunaqa remont shu paytlarga bu zo'r deb o'ylayman. Boy oila ham deb bo'lmaydi, men o'ylayman. O'rtahol oilada o'sib katta bo'lganmiz, tug'ilganmiz. Bu tinch odam turgan? Bu yerda oilaviy turganmiz. Dadamlar, onamlar, singlim, men.
O'zi ikkita farzandimiz, singlim, men, ota-onam shu yerda Bu nechi sotix? yashaganmiz. Bu 15 sotix. 15 sotix qurilgan. 4-5 odam yashagan bu yerda. 4 kishi yashaganmiz, xuddi shunaqa. Zo'r. Yashaganmiz. Bir yoshingni eslab mazza qilasizmi yoki qiyin bo'lgan o'tganmi? Yoshlikda esladigan narsalarimiz juda ko'p bo'lgan, qiziq voqealar bo'lgan. Yoshligimiz juda qiziqarli bo'lgan, o'yin qaroq sho'x bo'lganmiz yoshlikda. Yoshlikda faqat onam bechora so'kib, urishib dadamlar bilan stadiondan olib kelardilar. Kunimiz stadionda o'tardi, futbol o'ynardik. Siz sportsmen bo'lgansiz. Sportga juda shug'ullanganmiz, yaxshi ko'ramiz sportni. Chunki bilamanki, mana aka millioner bo'lsa ham, ko'pchilik millioner bo'lsa, qorni chiqadi ularni. Anisizda naqa? Qorindan qo'rqamiz. Qorindan qo'rqasiz. Shug'ullanamiz o'zimiz uchun. Unaqa professional emas, o'zimiz uchun. Futbol o'ynab turamiz, tennis o'ynaymiz. Futbol, tennis yana nima? Trenajyor zalga boramiz. Nimaga? O'zimiz uchun Qanday avvalambor yo'q? Nimaga deganim, vaqtingiz yetadimi? vaqt ajratamiz. Eng muhim narsa-ku, o'zi ishda energiyani men sportdan olaman. Ko'pchilik nima qiladi, sport charchatadi, vaqtim olib qo'yadi deydi. Endi kimga qanaqa bilmadim-ku. Menda naborot energiya olaman, maza qilaman. Futboldan, tennisdan, trenajyor zal qatnashganimizda energiya olaman bir, ikkinchidan sog'lik uchun. Qarang, mana ko'pchilik 15 sotiq joy, bu katta joy. Ne bitta bir buzib olib yangi qurmish, dabdabali uyingizga o'xshab. Yoki esdalik uchunmi bu? Yo'q, endi bu qurish muammo emas, qursa bo'ladi, lekin baribir odam yashamasa, uchastka qiyinda baribir. Yashamasa to'kilib ketadi. Odam yashamasa, odam qaramasa, 15 sotiq joy o'zi bilasiz-ku. Shuning uchun Yashash kerak. Qurgandan keyin yashash kerak. ha, tushundim. Yana bu qiz nimalar bor? Qiziq voqealardan yana biri esimda qolgani, men o'ylayman, biznesni mana shu yerdan boshlaganmiz. Nimaga? Yosh bola edik, dadamlar Navoiy sement zavodi bilan ishlardilar. Sement ketirardilar. Mana shu yerdan darvoza tagidan sement tushirib, sement sotganman. Sement sotganman. Yosh bola edim. Necha yosh bo'lgansiz? Adashmasam 6-sinf, 7-sinf bola edim. O'sha Sement sotganman. 6-7 yoshdan biznes boshlagan hech bir topgansiz? Shu vaqtlarni pulida. Endi o'sha payt esimda qolgani kanikul payti bo'lardi-ku. Kanikul paytida taxminan summasi esimda emas. Maktab formamni, kiyimlarimni, maktabga o'quv qurollarimni o'zim ishlab topganman o'sha. Ya'ni o'sha 6-sinfdan mustaqilsiz. Shunaqa desam bo'ladi. Ha, mana o'zi birinchi biznes nima sizda? Birinchi boshlagan biznesingiz nima? Birinchi biznesim mana shu plitkalarni, yo'lka plitkalarini ishlab chiqarishdan boshlaganmiz. Bu ham siznikimi? Ha, o'zim mahsulotlarim o'zim. Bu yerda boshlagansiz, shu uyda? Ha, mana shu esimdan chiqibdi, mana shu bruschatkani ham ishlab chiqarishdan mana shu uyda boshlaganmiz, mana shu xonada boshlaganmiz. U nima xona? Katta zalimiz bo'lardi, zalni buzib, birinchi ishlab chiqarish seximni shu yerda qilganman. Kirsa bo'ladimi? Bo'lsa kerak, bilmadim. Bu yerda nimadir bormi hozir? Bilmayman. Hop, qanday boshlagansiz birinchi ishni? Necha yoshda boshlagansiz? 2009-yilda boshlaganmizda, 24 yosh edim adashmasam. 24 yoshda siz birinchi kech emasmi? Yo, ungacha studentlik paytidan boshlagan desak ham bo'lardi. Esimdan chiqibdi. Student payti ko'chada o'sha vaqt trend edi, telefon ishlatardik. VIP olardik-ku, minutini 50 so'mdan gaplashtirib ishlatardik. Studentlik payti. O'tdan siz birinchi tirishlik boshlagansiz. Bu dabdala bu yerlar. Tushundim, mayli. Siz Keyin bular nima bo'lgan? Ana devorlar yo'q edi, katta edi bu yer. devor qilgansiz. Devorlarni qo'ldan uzib tashlagandik. Bu yerda shunda qanday boshlagansiz? Kichkina оборудование qo'yib, jamoalar katta masshtabda boshlamaymiz. Kichkina оборудование qo'yib, nimada do'kon ochib, shaharda do'kon ochib, do'kondan zakaz olib, mana bu yoqdan yetkazib berardik. Paynet biznes ham bo'lardi, paynet ishlatganmiz. Shundan siz pul yig'ib, plitka zavodiga investitsiya kiritgansiz. Xuddi shunaqa, o'sha payt qurilish sohasiga, ishlab chiqarish sohasiga qiziqish paydo bo'lgan menga. Biz boshlagan payt как раз o'sha vaqt bruschatka sohasi trend edi, bruschatka biznesi trend edi. Buxoro viloyatida
birinchilardan boshlaganmiz bruschatka biznesini. Yillardan biri bo'lganmisiz? Shunaqa desam bo'ladi, bilmadim. O'sha Xo'p. payt kam edi, yo'q desam bo'lardi. Bitta ikkita sex bo'lardi o'sha paytda. Aha, endi savol. $1 million necha yoshda topgansiz? Shuni hech o'ylamagan ekanım. Taxminan 29-30 yosh bo'lsa kerak. 29-30 yosh. Xuddi shunaqa. Plitka shu bruschatka naqazida biznesda. Yo'q, bruschatka sohasi bilan parallelni o'zi biz bruschatkani ishlab chiqarib, boshida sotgandik, keyin sotmasdan bruschatkani ishlab chiqarib, obyekt olib, obyektni ham o'zimiz terib berib, forma qilib, qurilishga o'sha vaqt kirganmiz. Shundan bizdan 29 yoshda siz millioner bo'lgansiz, 29 yoshgacha siz bruschatkani o'sha qurilishga kirgansiz. Xuddi shunaqa. Zo'r. Endi qayerga boramiz Farhod aka? Endi O'zbekka boramiz. Farhod aka qayerga keldik aka? Bu yer boya ta'kidlab o'tganimdek, Mega House O'zbegim turar joy majmuasi. Aha. Mana shu yerda qurilish 3 gektar maydonda qurilish boshlaganmiz. 3 ta lotka o'zimizga bo'lib olganmiz. Mana hozirgi kunda tayyor 400 ga yaqin xonadonlarimiz tayyor. Mana 2-lotimiz, 3-lotimizga qurilish etablari boshlangan, davom etyapti. Jami loyiha O'zbegim loyihamizning jami xonadonlar soni 1100 ta xonadon. Farhod aka, o'zi shu O'zbegim loyihangiz qiymati necha pul? Bu jami loyihamiz qiymati taxminan 250-260 milliard. Bu degani 25-30 million atrofida ekan. 20 million atrofida. Bu eng katta loyihangizmi? Eng kattalaridan biri. Xudo xolasa, uni 100 million, 200 million qachon qilasiz? Iloji qilib boshladingizmi? Xudo xolasa bor, unaqa obyektimiz ham jarayonda. Ha, xudo xolasa uni ham ko'rsatasiz. Ko'rsatamiz xudo xolasa. 1100 ta xonadon quryapman deyapsiz. O'tda yana loyihalar bor. Bitta misol har doim ham keladi-da. Toshkentda, O'zbekistonda, viloyatlarda qurilish juda ko'p-da. Lekin Xitoyga o'xshab, misol uchun Xitoyga aholi 1,5 milliard odamda, lekin ularga qurilgan uy 2 milliard 400 ga yetadi. Hozir narxi tushib ketyapti, uy sotolmayapti. Bizda ham shunaqa muammo bo'lmaydimi? Bizda O'zbekistonda men o'ylayman hali bunaqa holat kuzatilmaydi. Sababi mana Buxoro viloyati misolda sizga aytaman, aniq statistikalar bo'yicha aytaman. Mana 2015-yil, 10 yil oldin Buxoro viloyat xalqi 1,715,000 aholi edi. Mana 2024-yil holatiga kelib 2,66,000 Buxoro viloyat aholisi bo'ldi. Bu degani 1 yilda 10 yilda 300,000 ta aholi ko'paygan. Yana statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, mana 2023-yilni oladigan bo'lsak, Buxoro viloyatida 3166 ta atigi uy qurib topshirildi. Mana 2024-yilga kelib bu raqamlar 2 marta ko'paydi. Yana 6253 ta 2024-yil uy topshirildi. Endi solishtirish uchun aytadigan bo'lsak, mana aholi tug'ilish soni o'rtacha 45,000, 46,000 bir yilda, lekin topshiriladigan uylar 6,000. 6,000. Ha. Hali bozor shuncha talabga ega. Ya'ni sizlar demak har bitta narsani statistika raqamlar qilasizlar. O'zidan o'zi emas, mana pul bo'ldi, ketdi emas. O'zi bitta qurilish sohasida emas, biznes sohasida raqamlar bilan gaplashmasa, raqamlarni o'rganmasa, men o'ylayman, biznes boshqarish juda qiyin. Hamma vaqt statistika, raqamlar bilan yurish kerak biznesda. Mana aytdingizki, shuncha odam tug'ilyapti, talab hali ko'p deyapsiz. Lekin shunaqa holimizda gap bor, odamlarda pul qolishgan, ish yurmayapti degan gap bor. Yo'q, hech qanaqa unaqa emas. Men deb o'ylayman, sababi hozir trendga chiqqan gaplar, ayniqsa biznesmenlar o'rtasida pul tortildi, Xitoy bosib ketdi, Xitoylar kiryapti. Hech qanaqa unaqa narsa emas. Mana prezidentimiz tashabbuslari bilan 2016-yildan keyin biznes juda O'zbekistonda rivojlanib ketdi. Hali bozorimiz ochiq. Bu gaplarni kim gapiradi? Biznes qila olmayotganlar yo raqobatga chidab bilmayotganlar, ustiga ishlamayotganlarning gapi bu deb o'ylayman. O'zi bo'lmaydigan biznes yo'q.
biznes qila olmaydigan odamlar bor. Demak, aytyapsiz, pul qochgan degan gapga ishonish kerak emas. Yo'q, hech qanaqa gaplarga ishonish kerak emas. Biznesni to'g'ri boshqarsa, raqamlar bilan gaplashsa, kelajakni ko'rib bilsa, hech qanaqa unaqa nima emas. Raqobatga chidamli bo'lsa, raqobatbardosh biznes qursa, men o'ylayman, hech qanaqa unaqa muammosi yo'q biznesning O'zbekiston sharoitida. Xo'p, mana yoshlar hozir bitta biznes qilaman desa, aytadiki, "Yo'q, odamlardan pul qochgan" deyapti. Lekin yosh tadbirkorlarga endi boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarga qanaqa tavsiya berasiz? Nimalarga tayyor turish kerak? O'zi biznesda qanaqa qiyinchiliklar bor? Yoshlarga maslahatim, biznes endi boshlayotgan, boshlamoqchi niyatda bo'lgan yoshlarga maslahatim, o'zi biznesda risk qilmaslik o'zi katta risk. Ya'ni ko'p yoshlarimiz riskdan qo'rqadi. Kunlab, o'ylab, yillab hisob-kitob qiladi. Boshlasam bo'larmikan? Biznes egasi bo'lmagan odamlar bilan maslahat olishadi ular bilan. Ko'p negativ odamlar bilan maslahat qilib, kelajak bor bizneslarni boshlamay qo'yadi. Men o'zim soham, o'zim misolda aytgan bo'lsak, juda ko'p bizneslarga kirib chiqqanmiz. Taklif bo'lgan, ideya tug'ilgan payt ko'p bo'lsa 1 kun, 2 kun, 3 kun, uzog'i 1 hafta o'ylaganmiz, hisob-kitob qilganmiz, boshlaganmiz. Bo'ldi, boshladik. O'xshasa o'xshamadi, o'xshamasa nimaga o'xshamadi, endi nima bo'ladi degan emas. O'xshamadimi? To'xtatib boshqa biznes, boshqa loyiha, yana boshqa loyiha boshlab ketaverganmiz. To'y siz aytmoqchisizki, birinchi risk qilish kerak. Agarda risk o'xshamasa, keyingisiga o'tib ketirish kerak. Tavakkal. Xuddi shunaqa. Biznes o'zi tavakkalchilikda qurilgan narsa bu. Mana biznes deganimizga mana yoshlarimiz ko'ryapti bizani va o'zi O'zbekistonda necha yoshda millioner bo'lish mumkin? Siz 29 yosh atrofida millioner bo'lgan ekansiz. 28-29 yosh atrofida. O'zi O'zbekistonda millioner necha yoshda bo'lsa bo'ladi? Hozir zamon juda shiddat bilan rivojlanyapti. O'zbekistonda juda keng imkoniyatlar yaratilgan. Biza biznes boshlagan paytlari juda unaqa tez rivojlanmagandi. Hozir yangi siyosat, yangi tizim, yangi keng imkoniyatlar yaratilgandan keyin juda hozir yoshlarga imkon katta. Faqat risk qilib boshlash kerak. Bemalol 20 yoshda ham, 21-22 yoshda ham bemalol biznesmen bo'lishi, millioner bo'lishi mumkin yoshlarimiz. Qandoq? Mana men hali ko'rmaganman yosh millionerlarni O'zbekiston sharoitida. Qandoq bo'lish mumkin? Tavsiya bering. Nima qaysi yo'nalishga kirish kerak? Eng rivojlanayotgan sohamiz hozir IT soha. Sun'iy intellekt. Juda yoshlarga maslahat berardim. Mana kelajagi bor bizneslar bu. Ko'proq shu sohalarga vaqt ajratib, shu sohalarda bilim olib, shu sohalarga sarmoya kiritib biznes boshlashsa, 5 yil, 10 yildan keyin bu mevasini beradigan bizneslar. Juda dunyo bo'yicha, nafaqat O'zbekiston, dunyo bo'yicha tez rivojlanayotgan soha. Demak, mana millionerdan maslahat, agarda yosh millioner, 20-21 yoshda millioner bo'lmoqchi bo'lsalar, sun'iy intellekt, IT ga kiringlar. Hozir 18 yoshimda bo'lganda искусственный intellekt bo'yicha juda qattiq ishlagan bo'lardim. Chunki kelajak искусственный intellektga. Xuddi shunaqa. Hozir aka endi qayerqa? Endi obed bo'ldi. Restoranimizga boramiz. Restoranga boramizmi? Sizlarni mehmon qilamiz, xudo xolasa. Qani ketdik. Bismillah. Farhod aka, o'zimni Toshkentda his qildim. Giotto. Juda mashhur, butun O'zbekiston bo'yicha Giotto mashhur. Nimaga aynan Buxoroda ochdi, Toshkentda emas? Buxorodan bo'lganimiz uchun birinchidan, Buxoroni sevganimiz uchun, bir ikkinchidan o'zimiz ham Giotto ochmasdan oldin juda Giottoni nimasi edik, xurrandasi edik. Juda o'zim Giottoni italyanskiy vaflarini juda yaxshi ko'raman. Belgiyskiy vafli deydi. Shu bahonada yaxshi bir akaxonimiz bor, Ikrom akaxonimiz bor. Taklif qildilar, shu yerda ochaylik deb, Ikrom aka bilan ikkalamiz ochganmiz Giotto restoranni Buxoroda. Ko'pchiligi qiziq, Giotto ochish uchun nech pul kerak? Juda qiziq savol berdingiz. Bu Giotto, biz Buxorodagi Giotto o'zi 30 dan ortiq tarmog'i bor. Giotto restoran tarmog'i bor, 30 dan ziyod. Buxorodagi filialimiz O'zbekistondagi eng katta Giotto restorani. Yo'q. Kvadrati, maydoni bo'yicha eng katta Giotto'ning filiali tarmog'i Buxoroda. Buxoroda, xo'p. Nech pul ketgan bu eng katta yiriklarga?
taxminan 1 million. 1 million dollar. 1 million dollar. Joy bilan birlami? Yo'q. Bu faqat franshiza. Faqat franshiza, remont, оборудованиеsi nima? Shunaqa qimmatmi? Shunaqa qimmat, deb narxigamiz hammasini narxigamiz. Joy dehqonchilik endi. Mana bu CTR ham siznikimi? CTR Chicken ham franshiza, bu ham dunyo tanigan franshiza. Joton yonida buni ham ochib qo'yganmiz. Shunga adashmasam KFC'ni ular raqobat qilib yurishadi. KFC'ni raqobatchisi. Aha. KFC raqobatchisi. A unga necha pul ketgan? Evo kerak emas. Bundan qimmatmi qachami? Past shunaqa. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Mana hozir biz Jo'tada mehmon bo'ldik va CTR Chicken'ni ham ko'rib chiqdik. Umumiy hisobda 2 million dollardan ziyod bu franchizalarga ketgan. Aslida biz sizga mehmonxonani ko'rsatmoqchi edik, lekin o'tda qurilish jarayoni ketayotgani sababli yaxshi kadr chiqmadi. Qisqacha qilib aytaman, Buxoroda nima ko'p, otel ko'p va naqd 3 million dollarga yaqin otel quryaptilar va bu qurilish 2 yil davomida ketyapti. Chunki har bitta detal naqsh qo'l mehnati. Sizlar hayron qolishingiz mumkin. 3 million dollarga 2 etajli otel quryaptilarmi? Uylari 3 etaj deb. Lekin bu otel aynan Buxoroning yuragida, markazida joylashgan. Bu zona UNESCO bilan qo'riqlanadi va 2 etajdan katta binoda qurilish mumkin emas. Xudo xolasa Navro'zga yaqin ochmoqchilar va bundan keyin biz mega house loyihalariga ketdik. Farg'onaga hozir biz qayerga keldik? Hozir mana boya tepada ta'kidlab o'tganimdek, beton zavodiga keldik. Aha. Bu beton zavod mana ko'pchilik qurilishda bo'lganman. Ular faqat o'zini proyektlarni ta'minlash uchun qilib qo'yishadi. Sizda ham xuddi shumi? Yo'q, bizga asosiysi o'zimizning proyektdan tashqari ham ko'chada qolgan obyektlarga ham beton yetkazib berib bilamiz. Yetkazib beramiz hozirgi kungacha. Bu nima degani? Bu faqat bizning loyihamiz uchun mo'ljallangan loyiha emas. Bu beton zavod alohida biz uchun biznes bu. Alohida loyiha bu. Faqat bizdan qurilishimizga beton bermay, qolgan obyektlarga ham beton beradi. Bu alohida biznes. Alohida soha. 4 ta texnik ko'ryapman. Nechta texnikangiz bor? 40 ga yaqin texnikamiz bor. Hozir mana bu yerda avtokara bor, mana bu yerda gazelarimiz bor. Bolalar nima qilmagan. Qolganlari ishda. Aha. Toshkentda ham ikkita beton zavodimiz bor. Toshkentda. Bu yerda ham ikkita xuddi shunaqa Turkiyadan olib kelganmiz. Turetskiy. Bu yerda ham ikkita beton zavodimiz bor. Endi savolda shu beton zavodga umumiy 3 ta beton zavodingiz bor. Qancha investitsiya kiritgansiz? Faqat sizga investitsiya qiziq ekan. Yo'q, odamlarga qiziqdi. Bir ibrat olsin, ko'rsin, что oddiy uni просто tak bo'lmaydi bu. Jami qurilish texnikalar bilan birga adashmasam taxminan 4 millioncha ketgandi. 4 million dollar. Shunaqa. Voy. Endi oqladimi o'zini? Oqlaganmi? Oqladi. Bemalol oqladi. Shunda asosiy zavod Buxorodami yoki Toshkentdami? 3 ta lokatsiyada beton zavodimiz. Hammasi yirik. Hammasi katta. O'zi qaysi loyihalarga berasizlar? Buxoroda, shu Buxoro shahrida, Buxoro viloyatida loyihalarimiz bor. Ko'p qurilish tashkilotlari bilan ishlaymiz. Ularga beton beramiz. Toshkentda ham mana sizlar tanigan Energy, BI Group, Bashkent, Veropoytaxt. Ya'ni sizlar yiriklardan faqat ishlaysizlar-da? Apex kabi qurilish tashkilotlar bilan beton yetkazib berish bo'yicha shartnomalarimiz bor. Hozirda o'shalar bilan ishlab kelyapmiz. Men bilamanki, O'zbekistonda katta yirik brendlar bor-da, eski Volklar desa bo'ladi-da. Ular bilan konkurensiya qilish qiyin emasmi? Siz adashmasam yangi kirib kelgansiz-da, to'g'rimi bularning yonida? Toshkentda boshlaganimizga 2 yildan o'tdi. Mana 2 yil, asha kamda bu. Endi raqobat odamni chiniqtiradi. Ishlashga majbur qiladi, harakat qilishga majbur qiladi, o'qishga, intilishga harakat qiladi. Raqobat bor joyda biznes rivojlanadi. Hech qachon raqobatdan qo'rqmaymiz. Nimaga qo'rqmaysiz? Misol uchun qo'rqishdan emas. Ular siz men aytasiz, BI Group, Energy deyapsiz, Apex deyapsiz, u yirik brendlar. Bashkent misol uchun ularga chiqish oson emasdi, chunki ular o'sha hamma joy olib qo'ygan bo'ladi-ku. Qandoq, qaysi strategiya bilan bir foydali ma'lumot bering. Mana misol uchun yangi kirib kelyapti bozorga, lekin bo'rilar ko'p. Qandoq birinchi beton sohasida, beton yetkazib berish sohasida shunaqa. Beton sohasida, lekin umumiy ham gapirib bersangiz ham yaxshi bo'ladi.
Strategiya haqida gapiradigan bo'lsak, mana birinchi bitta obyektga kirishdan oldin yaxshilab o'rganamiz. Bu obyektda quruvchi bo'ladimi? U davlat tashkilotini quradigan quruvchi bo'ladimi? Birinchi o'zimiz uchun chempionni aniqlaymiz. Shu sohada eng zo'ri kim? Obyomi eng kattasi kim? Keyin shunga qarab uni CEOsi bo'ladimi? Rahbar bo'ladimi? Har qanaqangi bir yo'llar bilan kanal topib, uchrashib, gaplashib, takliflarimizni berib, shu bahonada shartnoma tuzamiz, ishlab ketamiz, tanishamiz. Sizlar primoy chiqasizlar. Primoy harakat qilamiz primoy chiqishga. Birinchi qo'l bo'lish uchun o'rtakashlarsiz o'zimiz borib, yuzma-yuz bo'lib, gaplashib, taklifimizni beramiz. Ya'ni siz aytmoqchisizki, strategiya oson, aniqlash kerak kim top, kimlar bilan ular ishlayapti va primoy ularga chiqish aloqaga. Xuddi shunaqa. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi aniqlash kerak, topda kim? Chempion o'sha sohaning chempioni kim? O'sha chempion bilan ishlamoqchimisiz? O'shanga chempionni topib, uni odamni topib kerak bo'lsa, uni obyektga borib, injener bo'ladimi, CEOsi bo'ladimi, rahbar bo'ladimi? Har qanaqangi yo'llar bilan kanal topib, ya'ni obyektga kirish. Qarang, mana ko'pchilik aytadi, men unga chiqamanmi, u menga chiqsin degan gaplar bor-ku. Yo'q, unaqa. Biznesni Biznes kibrni kechirmaydi. Biznes kibrni kechirmaydi. Biznes kibrni kechirmaydi. Bu degani kibri sal sindirib, aka assalomu alaykum deb kirib, olib keyin o'sha odamlar tarqaladi gap. Xuddi shunaqa. Mana zo'r gap bo'ldi. Ko'pchilik, men unga chiqamanmi, u kim, men kim degan gaplarni yig'ishtirib, sekin qo'lni ko'ksiga qo'yib, assalomu alaykum aka deb taklif berish. Xuddi shunaqa. Sekin o'sha keyin ism nom tarqaladi. Xuddi shunaqa. Keyin hop, mana bu zavod asosiy zavod, to'g'rimi? Shumi? Yo'q, mana shu, mana oxirigacha. Oxirigacha. Mana bu zdaniya nima? Betonli zdaniya. Nima? Bu binomiz Oqsaroy osh markazimiz. Osh markazi ham bormi? Osh markazimiz bor. Boya aytish esdan chiqibdi. Osh markazimiz ham bor. Bu osh markazi ochish tarixi juda qiziq bo'lgan. Mana qurilish obyektlarimizga har kuni obyektda osh pishiramiz. Har kuni osh pishiramiz. Har kuni osh pishirgandan keyin ideya keldi, shoshma. O'zimiz bitta restoran ochaylik, ham u biznes bo'lsin, ham obyektimizga osh yetkazib bersin degan maqsadda ochdik. Mana obyektimizga osh qilib, yana qo'shimcha daromad. Alohida biznes. Bu ham qimmatga tushganmi? Kattalashmasa? Joyni qimmat ham deb bo'lmaydi. O'rtacha. 500 ming bormi? Taxminan shunaqa. 500 ming dollarga ochdik. O'tda faqat osh. Faqat osh. Osh bor, oziq-ovqat uchun bor, gyotta bor, mehmonxona bor, bu bor. Yana ko'p biznes qilmoqchimiz yoki bo'ldi yetadimi bular? Bo'ldi, xudo xohlasa, mana bizning orqamizdan biz bilan necha yildan beri ishlab kelgan akalarimiz bor, ukalarimiz bor, o'rtoqlarimiz bor. Ular ham biz qatori rivojlanib, ulg'ayib kelyapti. Xudo xohlasa, hammasini bitta tarqatib beramiz. Biz faqat boya ta'kidlab o'tganimdek, bitta yo'nalish, bitta soha, shu qurilish sohasini tanlaymiz. Nimaga tarqatasiz? U nimaga? Ular ham shunchalik xizmat qildi, mehnat qildi. Tarqatish degani nima emas, o'sha korxonada tashkil qilib kirgizib, biznesni topshiramiz. Tushundim. Hop, beton zavodida tushundik. O'sha beton zavodingiz bor, ya'ni endi qayerga boramiz? Endi o'sha Guliston turar joy majmuasiga boramiz. Qurilishga boramiz. Oxirgi lokatsiyamiz, xudo xolasa. Oxirgi lokatsiyamiz Buxoro shahrida. Buxoro shahrida. Buxoro shahrida. Xudo xolasa yana ko'p viloyatlardagi shaharda ham syomka qilamiz. Toshkentda. Qani ketdi aka? Farhod aka, obunachilarimiz savol beradi va biz mashinada gaplashib ketamiz. Sizga ham savol tayyorlab qo'yishdi. O'zi ko'pchilik bilishmaydiki, o'zi erkak ichida necha yoshda mashina bo'lishi kerak? Kimdir aytadi, qizlar aytadi 18 yosh, 20 yoshda. Birinchi mashinangizni o'zingiz necha yoshda bo'lgan? Men birinchi mashinamni adashmasam 23 yo 24 yoshlarimda edi. Birinchi mashina olganim. Qaysi mashina olgan? Matiz. U paytlar 3 xil 4 xil mashina bo'lardi. Birinchi mashinam Matiz bo'lgan. 6546 dollarga olganman, adashmasam. 6546 dollar edi o'sha vaqt Matiz Polux. O'zingiz pulingiz bo'lganmi bu? Ha, o'zim pulimga olganman. Qanaqa taassurotlar bo'lgan? Endi u emotsiyani hozir gapira olmaysiz. Birinchi mashina baribir boshqacha taassurotlar bo'lgan, boshqacha emotsiya bo'lgan. Kechqurunlar qachon ertalab bo'lar ekan, qachon shu mashinamni haydar ekan deb tuyg'ular bo'lardi o'sha payt. Mazza qilgansiz.
Odam maza qiladi. Baribir birinchi mashinaga mingan payt. Yana bitta narsani ta'kidlab o'taman, Diyorjon. Mana erkak insonni, erkak odamni omadi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Mana hozir necha yosh degani kimgadir 20 yoshga nasib qilar, kimgadir 18 yoshga, kimgadir 30 yoshga. Men o'ylayman, mashinadan tashqari yo mashina olgancha, mana biznesmen misolda olsak, mashina olgancha men o'ylayman, biznesmen va yaqinda biznes ochgan yoshlarimiz bo'lsa, biznesga tiksin. Biznesga ham jamoasiga tiksin. Biznesi kuchayib, rivojlanib ketsa, u mashinalarning o'ntasini minadi. Ya'ni aytmoqchingiz, odamlarning fikriga qarab yashamasin-da, biznesga pul tikkani yaxshi. Xuddi shunaqa. Ilmiga tiksin, bilimiga tiksin, komandasiga tiksin. O'zi biznes unchalik qiyin ish emas. Komanda yig'ish, komandaga moliyaviy tarafdan komandani ta'minlab berish. Ikkita narsa. Komanda tuzish, moliya bilan ta'minlab berish, finans bilan ta'minlab berish. Yo'lda yo'g'i ketaveradi. Biznes. Zo'r. Mana aytyapsizki, men 24 yoshda dedingizmi? Ha, 23-24 yoshda. 24 yoshda mashina oldim deysiz. Uy necha yoshda olgansiz? Birinchi uyim o'zim mustaqil uy olganim, endi dadamning hovlari bo'lardi. Uyga muhtojlik joyimiz bo'lmagan. Birinchi uy olganim Toshkent shahridan, Yunusoboddan uy olganman, kvartiram bo'lardi. Adashmasam shu 29-30 yoshlarida olganman birinchi uyimni. Lekin siz aytdingizki, 28 yoshda millioner bo'lganman. Demak, siz mustaqil bo'lib, oyoqqa turib, biznesni mustahkam qilib, keyin uy olganmisiz? Xuddi shunaqa, hammasini keyin qilganmiz. Sabab mana biznesmen akalarimiz bor, ustozlarimiz bor, biladi, biznesdan o'zi pul orttirish juda qiyin. Hamma vaqt biznesga pul yetmaydi. Hech kimga yetmagan ham, bizga ham hamma vaqt shu kungacha yetmaydi. Biznesdan pul orttirish juda qiyin. Sababi rivojlantirasiz, har doim katta qilasiz, katta qilgan payt, rivojlantirayotgan payt hamma vaqt pul kerak bo'ladi. Keyin bitta intervyuingizni ko'rganimda, u yerda aytgansizki, men ijaraga yashaganman degan gap bo'lgan. Ijaraga yashagan paytimiz endi studentchilik paytiga to'g'ri keladi. Ahmadonishda kvartiraga yashaganmiz, Yunusobodda. Keyin biznesda ko'p joyda biznesni boshlagan payt ijaraga turganmiz. U paytlar ijarachimiz 2-3 ta joyga ijaraga turganman, juda qiynalganman. Sababi dogovor qilamiz, mana shartnoma qilamiz, kelishilgan summani aytib eshitamiz, aytib eshitgandan keyin sal biznesingiz bir qimirlab qolib, sal oyoqqa turgan payt ijarachi kelib olib, mana ijara $1000 emas, endi keyingi oydan $2000 deb qo'yadi-da. O'sha vaqt juda qattiq botardi. Aka, uka, mana o'tiring aka, unaqa bo'lmaydi, ijara ko'tarish. Mayli 10% ko'taring, mayli 20% ko'taring. Yo'q, unaqa emas, mana birga bir ko'targan joylari bo'lardi-da. Mana Allohga shukr, o'zimiz bugunga kelib nechta mulklarimiz bor, ijaraga berganmiz. O'sha bizga saboq bo'lgan. Harakat qilamiz, birinchidan bezovta qilmaymiz. O'zi taklif qilmasa bormaymiz ham, hech kim bezovta ham qilmaydi. Ijara ham xuddi shunaqa. Qanaqa shartnoma qilgan bo'lsak, shartnomani biron joyini buzadigan, lafzimizdan qaytadigan joyimiz bo'lmaydi. Sababi o'zim ijaraga o'tirib, o'zim biznes qilgandan keyin o'zim yaxshi bilan tushunaman. Ijaraga turgan juda qiyin. O'zi uchun ishlasinmi, siz uchun ishlab bersinmi, ijara uchun ishlab bersinmi, ro'zg'orni qimlasinmi, biznesni rivojlantirsinmi. Shuning uchun maslahat bo'lardim. Mana shunaqa ijaraga bergan tadbirkor aka-ukalarimizga ijara narxini ko'tarishdan oldin yaxshilab o'ylab, ijarachini ham bir o'ylab, keyin ijarani ko'taringlar. Insof bilan ijarani ko'tarish kerak. Har kunaqa ijara ko'tarish to'g'ri kelmaydi. Sal ijarachi ijaraga turganni ham, ijarachini ham o'ylash kerak. Uni ham bolasi, ro'zg'ori, biznesi bor. Bu videoni ijaraga beradigan do'stlarga tashab qo'yinglar. Xo'p, Farhod aka, bizani oxirgi lokatsiyamiz endi qisqacha ma'lumot berib o'ting. Ko'ryapman, Guliston turar joy majmuasi. Nimaga aynan Guliston? Guliston turar joy majmuamizga keldik. Bu keyingi loyihamiz o'sha Buxoro shahrida, Buxoro shahar, butun jami shahar ko'cha to'ldir, yangi ma'muriy markazimiz. Mana shu yerda loyihamiz qilganmiz. Loyihaga jami loyiha shoshmang, qayerga ketyapsiz? Mumkin emas, kirish mumkin emas. Nega? Terga xavfligi bor, kaskasiz, jiletkasiz kirish mumkin emas. Ayo'g'i? 500 ming jarima.
Kimni? Hammaga, mendan boshlab to ishchi xodimlargacha. Araq bilan kiryapmiz deb mana kirib ketmadimi? Yo'q, qoni hammaga bir xil. Ha. Jiletga beringlar. Chunki ko'p qurilishga kirganman. U unaqa kaska, u bo'ja, xo'jayindan bo'lsa kim yerdik? Mana turibdi, nechun biz kaska jiletga. Buni mana ko'pchilikda mana to'g'risini aytaman, video uchun qilamiz-da. Ko'pchilik. Sizda hamma shunaqa ishlaydimi? Hamma shunaqa. Yo'q, tayyorgarlik ko'rdinglarmi? Yo'q. Birga keldik, urmatchi telefon qildim. Boshqa qilmadim. Yana meniki ekan. Sizgami? Xo'p, biz endi tayyor bo'ldi. Nima dedingiz? Ma'lumot beruvdingiz? Ma'lumot obyektda kaskasiz, jiletkasiz, maxsus kiyimlarsiz kirish mumkin emas. Mana undan tashqari mana bunaqa xavfsizlik uchun yo'laklar qilganmiz. Ha, mana bu yo'laklar bu xavfsizlik uchunmi? qilganmiz. Ha, xavfsizlik uchun. Bu uровень ekanda, chunki men ko'pchilik qurilishlarga borganman. Umuman unaqa narsa yo'q. Birinchi marta ko'rishim. Buxoroda kimda? Qurilishda birinchi qurilish madaniyat bo'lishi kerak. Keyin xavfsizlik. Bitta narsaga juda e'tibor beramiz. Ham obyektimizga shunaqa kaskasiz ishlash mumkin emas, maxsus kiyimlarsiz ishlash mumkin emas. Ha. Bu qachon bitadi? Buni Xudo xohlasa, keyingi yil o'zimizga mo'ljal qilib olganmiz, maqsad qilib olganmiz. Keyingi yil mana shu paytda yangi yilgacha Xudo xohlasa xonadon egalariga topshiramiz. 2026 yangi yil, ha? 2026-yil dekabrgacha, uzog'i dekabr oxirigacha topshiramiz Xudo xohlasa obyektimizni. Bu yerda nechta dedingiz? Bu yoqda 300 ga yaqin xonadonimiz bor. Savdo do'konlari va xonadonlarimiz bor bu yoqda. Qarang, ro'yxat bo'yicha. o'ziz xonadonni topshirganmisiz? Juda ko'plab xonadonlar topshiryapmiz. Nechta? 1000 ga yaqin bizga. Yo'q, siz boya aytdingiz, 1000 ga yaqin qurolmadingiz-ku. Buxoroning o'zida 1000 topshirgansiz. Buxoroning o'zida. Buxoroning o'zida 1000 ga yaqin topshirgan. Xo'p, mana katta biznesmensiz. Yirik biznesmensiz. Bilaman, ko'pchilik biznesmenlarda eng katta muammo bu xiyonat. To'g'rimi? Sizda ham shunaqalar bo'lganmi xiyonat? Eng katta xiyonat nechta pul edi? Gap summada emas, xiyonatni gap kim qilishda bizga muhim. Nima qilgan bilsak bo'ladimi? Yaqin o'rtog'im, birga o'sgan, yoshlik o'sgan kurdoshim bo'lardi. 130 mingga uxlatib ketgan. 130 ming dollar. 130 ming dollarga uxlatib ketgan. 130 ming dollarlik xiyonat bo'ldi. Unutib yordingizmi prosta? Kechib yordingizmi? Kechivordim, nima qilay? Qaytanga menga saboq bo'lgan. 130 ming dollar. O'sha o'rtog'imning narxi shunaqa narx ekan. Narxi 130 ming dollar ekan. Bo'ldi, bardan o'tdim. Yaxshilikka deb o'ylayman. Sababi mana bugungacha yonimda yurgan bo'lishi mumkin. Erta 1 milliard dollar biznes qilayotgan payt yonimga yurishi mumkin. Erta 1 milliard dollarlik, 10 milliard dollarlik biznes qilayotgan payt 130 million kidat qilsachi, xiyonat qilsachi degan savolni o'zimga berib, keyin yuragim taskin topadi. Ya'ni arzon qutuldingiz. Narx shunaqa ekan, qutuldim, arzon qutuldim. Xo'p, keyin mana tushundim uni aka, odamlarga foydali bo'ladi bu gap. Ya'ni men ko'pchilik biznesmenlarda bitta ahamiyat bergan narsa, mana aytamiz, duoda katta gap, harakatda, lekin men bilamanki, katta gap ehsonda deb bo'ldim va mana men o'zim kecha guvoh bo'ldimki, menga aytishmadi, siz o'zingiz aytmadingiz. Bir xodimlar gaplashib qolishdi, men eshitdim. Kecha Farhod aka bittasiga uy sovg'a berdilar deb aytishdi. Buni ham bir odamlarga manfaat bo'lish uchun, bir ularga ibrat bo'lish uchun, maqtanish uchun emas birinchi o'rinda. Ibrat bo'lish uchun bitta gapirib bersang, qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan va o'zi ehson qilish biznesga qanchalik foyda tegadi. O'zi men o'ylayman, biznesni siri ham ehsonda. Qanchalik ehson ko'p qilsa, Allohim shuncha beradi. Sababi hadisda ham aytib o'tilgan, ehsonni mukofoti ehson. Qolaversa bu rizq, mol dunyo daryoga o'xshataman. Mana Diyorjon faraz qiling, oqar daryo. Bordingiz, daryoning bir tarafini bog'lab qo'ydingiz. Suv oqyapti. Daryo to'lib, toshib, boshqa ermoq topib, boshqa joyga ketadimi? Rizq ham xuddi shunaqa. Hammasi o'zimga bo'lsin, o'zimga bo'lsin, o'zimga bo'lsin deb qilsangiz, erta sizga beradigan rizq boshqa kishiga, boshqa tarafga ketib qoladi. Shuning uchun qo'ldan kelgancha mana biznesmen aka-ukalarimizga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Qo'ldan kelgancha ehson qilishsin. Sababi ta'kidlayman, ehsonni mukofoti ehson. Misol uchun mana qo'lda ko'rsatib bersam, mana faraz qiling, mana shu qo'l. Mana
Qo'lingiz bittasi mana ochiq, bittasi yopiq. Bu degani mana rizqni berdi, rizq aylandi, qo'lingiz yopiq. Yopiq degani nima degani bu? Ehson qilmadingiz, ishlarni vaqtiga oyligini bermadingiz, qon qarindoshlarga qaramadingiz, aka-ukaga qaramadingiz. Bo'ldi, bu rizq to'ldi, qaytib bu rizq kelmaydi. Sababi to'ldi bu. Qo'lingiz yopiq. Qaytanga ochib qo'ysangiz, rizq shuncha aylanaverib siz orqali kim necha ming odamni siz orqali rizqini beradi. Demak, zo'r misol keltirdingiz. Seriozno, mana ko'pchilik shunaqa misol keltirmagan. Ikki qo'l hamma vaqt tadbirkorlikda deymizmi, boshqa deymizmi, hamma vaqt ikki qo'l ochiq bo'lish kerak. Mana odamlarda gap bor-da, $1 million topish qiyin, keyin oson. Shunga qanaqa qaraysiz? Bu o'zi nima qilsa, geometrik progressiya. Ya'ni 2 × 2 4. 4 × 4 16. Shunaqa. Mana 2 × 2 4 qilgancha qancha vaqt ketsa, 4 ga 4 ni ko'paytirsa 16 bo'lganga ham shuncha vaqt ketadi. Ya'ni bu deganiki, $1 million topgancha qancha vaqt ketsa, $10 million topgancha shuncha vaqt ketadi. $100 million topgancha ham yana xuddi shunaqa vaqt ketadi. Oson. Aytmoqchi bo'lganim, $1 million keyin $10 million topish juda oson. $10 million topgandan keyin $100 million topish juda oson bo'ladi. Geometrik progressiya. Lekin bitta muhim jihatni esdan chiqarmaslik kerak. Pul qancha topish muhim emas, qanday topish muhim. Bu nima degani? Mana ko'p aka-ukalarimiz bor, oshna og'aylarimiz bor. Ko'chada tadbirkorlarni kuzataman. Halol topgan biznesdagi pullarini har qanaqangi biznesga tiqib tashlaydi. Hammasi ham halol emas. Bu yana bitta ustozimiz bor, ahli ilm ustozimiz bor. O'sha kishidan ko'p maslahat olamiz. O'sha kishining gaplari, yoshlik paytlari aytgan gaplari hozirgacha esimdan chiqmaydi. Farhodjon, mana $1 million puling bo'lsa ham, $1 milliard puling bo'lsa, o'sha pulingga $100 harom pul qo'shilsa, ishonching komil bo'lsinki, o'sha 1 milliard puling hammasi harom degan edilar-da. Shu uchun maslahatim halol pul topishga hamma harakat qilishsin. Ko'pchilik aytadiki, xotinni baraka deb ko'pchilik aytadi. Necha yoshda uylangansiz aka? 24 yoshda. Kech emasmi? Endi o'qish bilan ovora bo'lib kechlarga qo'yganmiz. 24 yoshda uylangansiz. Adashmasam boya aytdingizki, men 24-25 yoshda biznes boshladim deb aytdingiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Ya'ni keyin kelib rizqingiz ham oshgan. Xuddi shunaqa qilishdi aka. Ya'ni bu gap rostmi? Ha, 24 yoshimizda uylanganmiz. Shu aynan uylangandan keyin biznes boshlaganmiz. Baraka ham kelgan. Baraka ham kelgan. O'zi oilada ikkita ayolning o'rni juda katta-da. Har bir oilada ikkita ayolning o'rni juda katta. Birinchisi ona bo'lsa, ikkinchisi hammaning ayoli deb hisoblayman. Bizani intervyuimiz o'z nihoyasiga yetyapti aka. Bizda ko'pchilik millionerimiz oxiriga sovg'a qo'yishadi. Millioner ko'p obunachilariga. Ya'ni qanaqa? Bizani insonlar videoni kesib, o'zini ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib, kim eng ko'p prosmotr 15 kun ichida ursa, misol uchun 100 ta video qo'ysa, umumiy hisobda 50 million ursa, unga bitta sovg'amiz bor. Motivatsiya bo'lishi uchun ularga nimadir sovg'a qo'yaylik. Sovg'a nima qo'yishimiz mumkin? Oxirgi nimalarimizda iPhone trendi. iPhone qo'yamizmi? iPhone qo'yamiz. Unda iPhone 17 Pro qo'yamiz. Kim eng ko'p prosmotr ursa, u yutadi. Men bu yerda gruppani linkini qoldiraman, ssilkasini qoldiraman. Kirib har kuni отчет tashlaydi. Mana Xudo xohlasa, uni ularga ham sovg'a beraylik. Bo'ldi, kelishdik. Farhod aka, sizga kattakon rahmat aka. Sizlarga rahmat. Xush kelibsizlar Buxoro sharifga. Samimiy intervyu bo'ldi. Hali hishimni ko'rsatmagan raqamlar bo'ldi. Xudo xohlasa bu birinchi, lekin oxirgi emas intervyu aka. Xudo xohlasa keyingi intervyularimiz undan kattaroq biznesmen, milliarder bo'lib keting va bizni sizni xizmatingizda yuraylik aka. Rahmat Diyorbek ukajon, sizlarga ham rahmat, jamoalaringizga rahmat. Sizlardan barakalaringiz bersin. Xudo xohlasa. Keyingi intervyu o'zingiz bilan bo'lsin. Million klubida. Xudo xohlasa qachonki biz millioner bo'lsak, biz ham o'zimizdan intervyu olamiz. Aka kattakon rahmat. Sizlarga rahmat. Xush kelibsizlar Buxoroga. Buxoroga xush kelibsizlar. Millioner klubiga obuna bo'linglar. Farhod Qosimovga obuna bo'linglar. Xudo xohlasa kim keyingi inson bo'lsin. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat.